Əsrlər mabeynida ko'rmo'nlagan mashhur shaxslar o'tdi. Haddi hisobsiz kitoblar yozildi. Cheklik hayotimizda shu kitob dengizidan foydali bir tomchi tetyalasaqmi, bakli zo'r ish qilgan bo'lardik. Aziz qarindoshlar, kunda bir kitob sahifamizda bugun Siyaru A'lamin Nubala ismli katta asarni nihoyat qisqali qilib tunishtirmoqchimiz. Siyaru A'lamin Nubala yani esil zatlarning mashhurlarining tarjimahallari. Siyaru A'lamin Nubala ataqliq hadisshunos tarixchi İmam Zahabi Hijriya 673-yildan 748-yilgacha, yani milodiya 1274-yildan 1348-yilgacha yaşagan. Büyük əsri Tarixul İslam'dan süzüp algan çoğun hacimlik 25 tom ve qimmatli tercümhal kitabı bulup, 7 əsr mabeynideki ümmetinin sarxillarının obrazını haqiqiy aks ettirdi. Muallif bu şallaq əsrini Hicriya 739 yılı, miladiya 1338 yılı tamamlagan ve 5964 tercümhalini 40 tabiqa yoki avlodga ayırıp dastlabki bir qancha jiritda Payg'ambar alayhissalomning sirati, xulafai rashidillar va sahobiy kiramlarni tunishtirgan. Keyingilarni zamon tartibi bo'yicha keltirgan va islom dunyosining mashriqidan mag'ribigacha hamma yurtlarda yashagan turli sohalardagi mashhurlarning bo'libmi muhaddislarning tarjimahlarini o'zi bekitgan ilmiy metod asosida yozgan. Tarixchilarning baholarini muhokama qilgan. Asrida nurg'un hadislarni keltirgan va uning sanadi va matnida to'xtalgan. Sarxillarga baho berishda madhiya o'qish bilan kifoyalanmay, tanqidlangan taraflarni bayon qilgan. Uning tanqididan ustozi Imom Ibn Taymiya va hatto o'z o'g'limi saq qolmagan. Kitobni mo'shinchilik tunishtirib o'taman. Men anglagandan bir ko'rgan a'lo. Qurib yetgan qarindoshlarimizning bu kitobdan yaxshi foydalanishini umid qilaman. Alloh omonat.